Bolalar, shu oyning 20-siga to'y boshlab qo'ydim. Do'stim, tabriklayman. Zo'r bo'pti, baxtli bo'lgan. Bu yog'ini tezlashtirib yuboribsan. Bugun ering ekansan. To'g'ri aytyapsan. Bugungi ziyofatda sen to'laysan. Aytgandek, Samat ko'rinmaydimi? To'y degan O, ana, o'zi ham keldi. Bola, hey! Hey, o'zlaringni bos. sen nomard. Singlimni ko'z yoshini oqizib uylanadigan bo'ldingmi? O, kim nomard? Aslida sen emasmi oilamizni buzgan, ha? Bolalar, qo'ysanglar-chi. Bizga shu yarashadimi endi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy. Tug'ilgan kunimga hech narsa olmadingizmi? Ko'ryapsan-ku. Ishlarim yurishmay turibdi. 3 oydan beri ishsiz bo'lsam, senga hech narsa ololmadim, kechir. Omadsizligingizni oldinroq bilmagan ekanman. Afsus. Kelganimdan beri durustroq pul topganingizni ham ko'rmadim. O'z uydagilarim qo'y. Bu bola bizga to'g'ri kelmaydi. Bu yigit seni tengi emas deyishganida quloq solmagan ekanman. Bilasizmi, men Ha, kuyov bola. Seni do'stim desam, xotiningga bitta sovg'a olib bera olmaydigan noshud chiqding-ku. Og'ayni, bu nima deganing? Oyning 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug'. Meni ham omadim kelib qolar. O erkak kishi oilani eplolmaydigan bo'lsa, nimaga erkak bo'lib yuribdi? Bitta sovg'a olib bera olmaydigan darajada. Pasmisan? Singlim, xafa bo'lma. Ering sovg'a olib bera olmayotgan bo'lsa, mana akang bor. Mana bu senga. Oy. Rahmat aka. Boringizga shukr. Xafa bo'lma singlim. Narsalaringni yig'ishtir. Seni uydagilar kutyapti. Ketaveraymi? Senga bitta sovg'a olib bera olmaydigan odamdan ruxsat so'rayapsanmi? Arzimaydi bu. Qani bo'laqa ketdik. Senga nima kerak? Ayolim olib ketmoqchiman. Nima? Olib ketmoqchiman degin? Ko'rsatib qo'yaman senga. Singlimni xo'rlash qanaqa bo'lishini. Aka, iltimos unday demang. Singlim, sen bu nomardni oqlama.